Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bormisizlar birodarlar, xonadonlaring tinchmi? Hammalaring omonmisizlar? Bugun yana mana Xudo xolasa jichchagina vaqt ajratib, tirikchilik bilan bo'lib qolibcha fursat qila olmadik. Imkon qadar yana Xudo xolasa yana jichchagina bo'lsa ham ma'lumot beraylik qushlar haqida degan bir nima bo'lib qoldi. Bu ma'lumot berishligimizdan bitta maqsad shu nerazushka qushini odamlar tushunsa, Alloh nasib qilsa shundan ham bir qandaydir bir daromad topsa, Alloh nasib qilsa shunga bir sababchi bo'lib qolsak, Alloh nasib qilsa xursandmiz. Xo'p, keyin ko'pchilik birodarlarimiz savol berib turgan edi. Keyin o'sha o'zlarini direktlariga Xudo xolasa shu savollaring haqida video qo'yaman dedim. Chunki savol berayotganlar ko'pchilik, mana bitta o'zimman. Shuni hisobiga bitta video qo'ysam, ko'pchilikka Xudo xolasa manfaatli bo'ladigan bittaman, Xudo xolasa. Xo'p, birodarlar, ko'pchilik so'rayotgan savollardan bittasi qushni qanaqa qafasda boqasiz? Qushni nimasini ichiga, misol uchun deylik, gnezdosini ichiga nima solasiz? Misol uchun degan savollar rosa ham ko'p bo'lyapti. Xo'p, men qushlarni alohida boqaman. Kelinglar ham qilaylik. Xo'p, bunday qilamiz. Valyerda boqqan yaxshimi? Alohida jub qilib boqqan yaxshimi degan savolni o'rtaga qo'yamiz sizlar bilan. Men o'zim misol qiladigan qanaqa qilib boqishligimni aytaman. Qo'llashni qo'llamaslik sizlarning o'zlaringizga havola. Xo'p, endi ikkinchi masala. Men qanaqa qilib boqaman? Misol uchun mana ko'ryapsizlar birodarlar, bu Xitoy qafas 75 ga 45 deydi. Bu Xitoydan keladi. Allohu alam, meni bilganim. O'zimizni mesni misol uchun ishlab chiqarishimiz bor, Xitoydan keladigani bor. Farqi nimada desalaring, misol uchun balkim hozir o'zimizni ishlab chiqaruvchilar ham shunaqa qilishganda, Xitoydagini bitta plyus tarafi bu nerazushkalarga bular nima bo'ladi? Valnisti misol uchun qolgan qushlarga qaraganda bular shu sho'xroq desak hozir tilga kelgani shu bo'ldi. Mana misol uchun mana shunisini ham ko'tarib ochadi-da. Ammo aytdim, tiqilib qoladigan joyi bor. Mesni qafaslarda misol uchun shu narsa yo'q edi. Men olgan paytimda hozir bilmayman. Balkim qo'yishgan bo'lsa nur ustiga nur. Lekin Xitoyda qafasda shunisi zo'r. Alhamdulillah 75 ga 45 qafasda alohida jub qilib boqaman. 60 ga 40 razmeri ham bor, sal kichikroq bo'ladi. 60 ga 40 ga ham boqib ko'rganman. Qandaydirki qushlarni patlari titilib qolib, kichkina qafasi kichinaligi salgina bilinib qoldi. Hozir ham bor, bir 4 tamikin 5 tamikin mana misol uchun pastroqqa qo'yib qo'yganman. Joy yetmaganligidan nima deydi 60 ga 40 ga ham bor, lekin mana tavsiyam sizlarga imkon bo'lsa 75 ga 45 da boqinglar, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Qushlarga 1 metrlik ham bo'ladi. 1 metrligi katta, joyda katta egallab oladi. Bularga shu standarti meni o'zim bilganim, praktikamda Xudo xohlasa 75 ga 45 zo'r ekan. Endi sizlar bilan plus minuslari haqida gaplashaylik deb turdim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, nima uchun alohida boqasiz desalaring, ko'proq misol uchun deylik, bularni mutatsiyasiga ishlaysizlar-ku. Deylik, bular o'zini nomi bilan misol uchun deylik, love birds desa, muhabbat qushi deyiladigan bo'lsa, bular bir-biri bilan haligi sevishib turib, misol uchun paralanadi-da. Bir-biri bilan sevishib paralangandan keyin o'ta zo'r ishlab boradi. Bir xillari iloji bo'lmaydi, mutatsiyaga ishlayman deysiz, misol zot olaman deysiz, uni bunga bo'lib bunga paralaganingizda, misol alohida ishlatganingizda bitta plus taraflari katta. O'zim praktikamda rosa ko'p bo'lgan. Ishlab, bola berib, 4 ta 5 tadan bola bergan qushlarni galaga qo'yib yuborganimda parasi ajrab turib, boshqa o'zini yoqtirgan qushlarga yana paralanib olgan. Shu bitta agar mutatsiya bo'yicha ishlayman deydigan bo'lsalaring, bir yo'nalish bo'yicha ishlayman desalaring, alohida boqmasalaring bo'lmaydi. Ikkinchi masalasi birodarlar, endi mana misol uchun alhamdulillah mana shu qushimizda hozir gnezdosining ichida 4 ta bolasi bor. Mana yonidagisida 5 ta bor. Alhamdulillah. Bunisida 4 ta bor. Bunisida 4 ta bor. Nagirisida 3 ta, bunisi tuxumda ekan. Endi aytmoqchi bo'lganimki, mana Xudoga shukr, qushlarga alohida vitaminini berasiz. Qushning holatiga qarab turib, misol uchun qush charchagani bilinadi. O'shanga yetarli misol uchun deylik, alohida o'ziga kalsiyini berasiz. Keyin mana qushlarni galaga qo'yib yuborasiz-ku, har doim bir xilda hammasi bir xilda tuxum qo'yavermaydi. 10 ta pariz bormi? 10 ta pariz bahallari zo'r modalar chiqib qoladi, zo'r narlar chiqib qoladi, tezdagina tuxum qo'yadi. Endi u bolani ochib, katta qilib, endi donga tushiraman deganda, haligi 10-chining oxirgi parasi endi tuxum qo'yadi. Galada boqishlikda endi uni keyin 10 ta parani keyin u gnezdoni hali ichini to'ldirib qo'yganda, uni borib turib gnezdosini talashadi. Janjal, to'palang, urush, mana shunaqa narsa. Bir-birini oyog'ini tishlagan, bir-birini qonatgan. Bular salgina valnisti qolgan qushlarga qaraganda agressivroq bo'ladi, kunchkovroq bo'ladi. Shuni hisobiga alohida boqishlikda bitta plus yana chetda. Endi bolasi, misol uchun mana qaranglar, bu bolasi hozirda tushdimi donga.
o'zini bolasiga baribir o'ziga Xudo tomonidan muhabbat shafqati bo'ladi. O'sha nima deydi, o'zini bolasini yaxshi boqadi. Misol uchun tuxum qo'ygan bo'lsa, tuxum yoniga qo'yaveradi, bolalari salgina donga tushib olgandan keyin salgina ajratib olsalaring bo'laveradi. Galada bo'ladigan bo'lsa, o'ylaylar katta valiyada 10 ta pari qush boqyapsizlar, uni gnizdosiga qo'yadi, buni gnizdosiga qo'nadi. Ashitda uni bolasini tishlagan, chunki begona so'raveradi, buni gnizdosiga kirib oladi, haligi malodi adashib boshqa gnizdoga kirib oladigan bo'lsa, jo'jasi tishlab urib o'ldirib qo'yadi. Bu endi yana bitta virusi galani. Endi mana unda deylik 4 ta bolasi bormi? Shunga yarasha kasha. Mana unda 3 ta bolasi bormi? Shunga yarasha kasha. Ertaga ishlamayotgan qushga yumshoq ko'rim bermayman. Sababi qushni semirtirib yuborishi mumkin. Ishlayotgan qushga bolasini boqishligi uchun, osonroq boqishligi uchun yumshoq ko'rim berasizki, bolasi ham yaxshi katta bo'ladi. Shu o'zini bolasiga, sharoitiga qarab turib, misol uchun donini, suvini, shunaqasini beraverasiz. Imkon qadar nima desam bo'ladi? Men qushlarni imkon qadar 3 marta ishlataman 1 yilda. Bitta parani 3 martadan ortiq ishlatmayman, xudo xohlasa. Bir xillari bittasi shoshilib tuxum qo'yib oladi, ilojsizlikdan keyin yana gnizdosini olishlik imkoni bo'lmaydi. Bir bola qilib shu gnizdosini taydan so'rib olasiz. Haligi ko'tini pichib qo'ysangiz ham tuxum qo'yadigan modalar bo'ladi, o'ta zo'r bo'ladi, bolani ham zo'r boqadi, tuxumni ham qo'yaveradi. Shunaqa yaxshi modalar chiqib qoladi. Ulgimay qolasiz. Gnizdosini olgan ulgimay qolasiz, o'sha yana tuxum qo'yib oladi. Boshqa ilojingiz yo'q. Keyin haligini ishlatasiz. O'shanda o'shalarga yana doполнительный kalsiy berasiz. Misol tuxum ko'p qo'yayotganligini hisobiga kalsiyni yetishtirib berishingiz kerak. MSani qo'shib berasiz, multivitamin qo'shib berasiz. Misol uchun Nekton Fly degan dorimiz bor. Nekton Fly qushlarni qoniga ishlaydi. Shunaqa misol uchun deylik, shunaqa narsalarni, vitaminlarni ko'paytirib berasiz. Galada ishlaydigan bo'lsa, uni hammasiga berishingiz kerak edi. 10 ta qush keltirib hammasi o'shanda ichaveradi. Baxallari bitta qushni mazasi qochib qoladi. Unga o'sha antibiotik berish kerak. Unga hammasiga endi bera olmaysizda. Shu yerda keyin mana hammasiga misol uchun qushni mazasi qochib qoldi deylik. Endi nima qilasiz? Galada boqayotganingizda hammasiga berasizmi? Yo'q. Alohida o'ziga masal berasiz. Otirmen antibiotikini bersangiz bo'ladi. Ichi o'tib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Shu paytlarda imkon qadar alohida boqqanlik yaxshi. Endi galani nima pelusi bor desalaring, mana bitta dona qushni, donini suvini qarayapmanmi? Bitta qarab chiqaman-da. Galaga 10 ta qushga, bitta qushga qaragandek qaraysizlar. Endi galada boqsa bo'lmaydimi desalaring, galada boqsalaring bo'ladi, lekin sizlar xohlagan vallohu alam rezultat bo'lmaydi, birodarlar. Galada boqib ko'rganman, 5 ta para qilib boqib ko'rganman, 10 ta para qilib boqib ko'rganman. Boqadiganlar bor. Hozirgacha ham boqadiganlar bor, lekin vallohu alam yaxshi rezultat olishmaydi. Balkim olishayotgandir, lekin men shaxsan o'zim praktikamda galada boqib ko'rganman. Hozir ham galam bor. Yaxshi effekt ko'rmadim-da, birodarlar. Shuni hisobiga galani nima uchun qo'yganman? Bir xillari hozirgi kunda bitta DNKni narxi qushlarni bularni jinsini bilishlik sal qiyinroq masalaligi uchun misol uchun galaga hamma yosh tayyor qushlarni qo'yib yuboraman. Misol uchun 10 para qo'ygan bo'lsam, bir 12 ta gnezdo ilib qo'yaman. Shunda svetni sal xarashara yoqib qo'yganlaringda o'zlari para bo'lib gnezdoga kirib oladi. Shunda sekin gnezdosini olib turib, parasini ajratib olaman. Shu bitta eng oson yo'li. Keyingi ikkinchi masalasi, har bitta qushni endi 150 mingdan DNK qildirgani sal og'irlik bo'ladigan bo'lsa, shu osonroq yo'li. Birodarlar, bitta narsani aytay. Buni qanday jinsini ajratsa bo'ladi, qanday jinsini ajratsa bo'ladi? Buni jinsini ajratishlikda bitta oson yo'li DNK qildirasizlar yoki shu men aytgandek usulda galaga qo'yib yorib, yoshi yetganda galada ishlatib, tuxumiga urib bo'lsa, shunda ajratsa bo'ladi. Endi buni boshqa yo'li yo'qmi desalaring, pastidagi vilkasini qo'yib turib, vilkada misol uchun torroq bo'lsa nar, kengroq bo'lsa moda deydi. Bu narsa hammasi taxminiy narsa. Misol uchun taxminan moda ekan, taxminan nar ekan deydi-da. 100% aytayapman-ku, vilkasi tor bo'lib turib, aniq 99% nar degan qushlarimiz moda bo'lib chiqqan. Endi bu narsa praktikamizdan o'tgan. Misol uchun bular moda bilan moda bir-biriga para tushib olib, bir-birini ovqatlantiradi, bir-birini bosgandek bo'ladi. Ikkita nar ham xuddi shu, bir-biri bilan para tushib olib turib, ko'rsalaring, ha deslar bu para ekan deslar, uni yillab vaqtim o'tib ketgan. Ishonasizlarmi? Ikkita albino qushim bo'lgan. O'sha ikkita albino qush bir-birini bosardi, bir-birini ovqatlantirardi. Ha, xudo xolasa u para deb turib o'sha qushni 1 yil kutganman. Oxiri vallohu alam yo ajratganman, yo denga qildirganman, ikkita nar bo'lib chiqqan. Aytmoqchi bo'lganimki, manaman deb haligi qushchilar bo'ladi-yu, zo'r 7 yildan beri boqaman deb turganlar ham nar deydi-yu, baribir ertaga aniq ayta olmaydi-da. Men sizlarga shu narsani aytayki, jinsini bilishlikda yo'li
Faqatgina DNK qilasizlar yoki ishlaganda bilinadi xolos. Vallohu alam jalada boqishlikda minuslarni tushuntirdim. Alohida boqishlikda plyuslarini tushuntirdim. Vallohu alam shu yetarli bo'ldi. Yana endi boshqa bundan ortiq yana nimani tushuntirishim mumkin? Endi ikkinchi masala, qafasning ichiga nima solasizlar deyapsizlar. Endi ikkinchi masalamiz, qafasning ichiga soladigan narsamiz, xohlasalaring tolni xohlasalaring tolni shoxini olib kelinglar. Qafasni shunday og'zini ochasizlar, qafasning ichiga solib qo'yasizlar. Tolni bitta pilusi katta novdalari bo'ladi-yu, o'shani g'ajiganda tumshuq o'tkirlanib turibdi, pilusi shu. Yoki yo'q, bizda tol yo'q deydigan bo'lsalaring, vallohu alam beda hamma hozircha beda press moda bo'lyapti-yu. Beda hammada bo'lsa kerak. Tiq nimasini olasizlar, yam-yashillar, svejisi bo'lsa, gnizdoni ichi svejroq turadi. Yam-yashillarni olasizlar, shunday qafasning ichiga solib qo'yasizlar. O'zi sekin to'qib, o'zi joyini qilib oladi, xudo xohlasa. Beda yoki tol. Ayniqsa bitta yaqinda birodarimizga qush sotgan edim, ichiga somon solibdi-da. Somon bo'lmaydi birodarlar. Birinchi o'rinda silliq. Tuxumda sirpanchiqlik bo'ladi. Ikkinchi o'rinda somonni bilsalaring qipig'i bo'ladi-ku. Shu narsa uchli bo'lib qoladi. Bu hali chiqqanda jo'jalarim deb ochganda ko'rsalaring anaqa mayda go'sh bo'ladi-da. Shu narsa kirib qolib, vallohu alam jo'jasini o'ldirib qo'yishligi mumkin. Shunga shu beda bilan tol eksperimentdan o'tdi. Mana tavsiyam sizlarga shu narsani qilinglar. Boshqa xudo xohlasa nasib bo'lib qolsa, aytadigan narsa qolmadi shekilli. Sizlarga hozir mana xudo xohlasa hozir bolalari bor dedim-ku. Sizlarga oddiy bir xudo xohlasa rezultatni ko'rsataman. Misol uchun alohida boqdingiz, rezultatingizni ko'rsating deydiganlarga hozir oddiy qilib ko'rsataman. To'g'ri, o'zini bolasi bo'lmasligi mumkin. Lekin asosiysi o'zini begonani tuxumini bo'lsa ham ochyapti. Bularning tuxumini boshqasi ochyapti. Bahallari o'zini bolasini o'zi ochib boqadi. Nima uchun bunaqa qilasiz desalaring, bahallarga sal qushlarimiz kaprizliroq bo'ladi. Undan faqatgina tuxumini olib turib, yaxshi ochadigan qushlarni ochtiramiz yoki o'sha qimmatroq qushlar bo'ladi. Ulardan faqatgina nima deydi, tezroq tuxumlarini olib turib, naslni ko'proq olay degan maqsadda o'shanaqa ham qilishimiz mumkin. Shuning uchun shuni hisobiga hammasini ham masalan o'zini bolasi, balkim o'zini bolasining yoniga qo'shimcha bola surib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga mana sizlarga hozir xudo xohlasa qushxonamdan kichkinagina nima ko'rsataman. Ota nima deydi? Rezultat ko'rsataman, Alloh nasib qilsa. Bu bolalar, birodarlar, men faqatgina sababchi odamman. Men sababini qildim. Allohning irodasi bilan qushlar ko'paydi. Allohning bu fazli, Allohning bergan barakoti, alhamdulillah. Bu men qildim degan narsa bo'lib qolmasin. Inshaalloh haqqimizga duoda o'tirsalaring, yana shunaqa yaxshi kontentlarda bo'lishligiga harakatida bo'laman. Harki mana bedani ko'ryapsizlarmi? Mana shu qushimni ichiga shunday bedani solib qo'yganman. Mana bag'da xudo xolasa sekin olib kirib nimasini to'ldiraveradi. Bo'ldi, bundan ortiq narsa qilmaysizlar. Endi mana alhamdulillah, bismillah. Misol uchun ko'rayotgan bo'lsalaring, 4 ta bolani boqyapti alhamdulillah. Endi ikkinchisi, mana ikkinchi paramiz, alhamdulillah bu mana 5 ta bolani boqyapti. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, bolalar shu alohida boqqanlaringni tavsiya qilaman. Sababi rezultatni ko'rdim alhamdulillah. Bitta galada boqsalaring ham bo'ladi. Balkim birinchi partiyasida zo'r ishlar, ikkinchi partiyasida baribir bir ishkallik qilishi mumkin. Mayli, yo'q, meni baxtim yo'q, shunaqa qilib boqaman desalaring, bu sizlarning o'zlaringiz xohishlaring. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishlikka harakat qildim. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Yana yaxshilikda ko'rishlikka Alloh nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.